muhabbat bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishidan qoch huvaydo deganlar. Muhabbat bor narsa. Bu muhabbat lekin Alloh uchun bo'lishligi kerak. Biz muhabbat qilish deganda, sevish deganda eng birinchi Allohni sevishni bilamiz. Allohni sevmoq kerak. Undan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sevmoq kerak. Sahobalarni, ota-onasini sevmoq, vatanini sevmoq, yurtini sevmoq va tabiiyki umr yo'ldoshini va oila a'zolarini sevmoq. Bu hammasi o'sha islomiy sevgi. Lekin yoshlarimiz o'ylagandek ko'rkirona sevgi, qaysidir bir o'ziga oshiq bo'lganda uning ko'rinishiga qarab, qaddi qomatiga qarab yoki bo'lmasa uni ijtimoiy holatiga qarab, boyligiga qarab, otasini mansabiga qarab emas, balki uni diniy diyonatiga, uni iboyu hayosiga, uning sharm va iffatiga qarab, mana bunday shar'iy mezon asosida Alloh uchun seviladi. Islomiy sevgi nikohdan keyin o'zi boshlanadi azizlar. Chunki nikoh oiladagi sevgini